Hop, aziz o'quvchilar, darsimizni davom ettiramiz. O'sha gibridlanish mavzusiga doir. Hozir sizlar bilan biz ushbu fosfat kislota molekulasidagi har bir element atomi qanday gibridlangan shu haqida gaplashib chiqamiz. Ana fosfat kislota struktura formulasini yozadigan bo'lsak, ushbu ko'rinishga ega bo'ladi. Fosforning markaziy atom fosforning oksidan darajasi +5. Demak, u 5 ta toq elektronli holatga o'tgan. Fosforni elektron konfiguratsiyasi o'zi ushbu ko'rinishda tugaydi. Ushbu ko'rinish bilan yoziladi. Ana 3s2 3p5 3p3. Unda fosforning ushbu sdagi juft elektroni bittasi hop d pog'onaga sakrab o'tadi. 5 ta toq holatga o'tish uchun mana marhamat, fosfor endi 3d da ham bitta elektroni mavjud bo'ldi. Ana endi yuqorida oldingi darslarimizda aytganimiz kabi fosfor qaysi turdagi gibridlanishni amalga oshiryapti, uni bilish uchun mana fosfor bitta pi bog' hosil qilgan. Demak, bitta pi bog' hosil qilish uchun bitta fosfor orbitalini gibridlamay olib qoladi. Ya'ni qaysi orbitalni? Ana ushbu d orbital gibridlanmasdan qoladi. Ana bitta toq elektron bilan. Natijada sp3 gibridlanadi. sp3 gibridlanib to'rtta sp3 gibrid orbitalni hosil qiladi. 4 ta sp3 gibrid orbital. Ular mana sp3 gibrid orbital deyiladi va ular kichkina tomonlar bilan birlashib, semiz tomonlar bilan qochishib, ana fosfor atomi fosfat kislota molekulasida quyidagi shaklga ega bo'ladi. Buni biz tetraeder deymiz. Tetraeder. Marhamat. Bu demak fosfor atomi. Endi bitta kislorod atomi. Bitta kislorod atomi o'zi elektron konfiguratsiya bo'yicha kislorod ushbu holatda turibdi. Kislorod hop atomining gibridlanish turi ko'pincha ikki xil vaziyatda bo'ladi. Yo sp3 yoki sp2 yoki s dan bitta p dan uchalasini ham gibridlashda ishtirok etkazadi yoki bo'lmasa s dan bitta p dan ikkitasini. Hozir esa ko'rib turibsiz, kislorodda bitta qo'sh bog' bo'lganligi uchun, bitta pi bog' bo'lganligi uchun u bitta orbitalni gibridlanmasdan olib qoladi. Natijada kislorod atomi sp2 gibridlanadi. Ana sp2. Bitta toq elektron bor, juft elektron bor sda, pning ham bittasida juft elektron bor, bittasida esa mana toq elektron bor. Va ular kichkina tomonlar bilan 3 ta sp3, sp2 gibrid orbitalni hosil qiladi. Ularni ikkitasida juft elektron, bittasida toq elektron. Keyin kichkina tomonlar bilan birlashib, semiz tomonlar bilan iloji boricha qochishib, kislorod atomi ushbu holatga keladi. Ana kislorodning sp2 gibridlanish. Kislorodning mana bu 3 ta atomi esa sp3 gibridlangan bo'ladi. sp3 sababi
ular pi bog' hosil qilmagan, hammasi sigma bog'. Demak, kislorod S'dan bitta, Pdan uchalasini ham bog' hosil qiladi. Endi ushbu kislorod atomi, mana ushbu masalan mana shu 3 ta kislorod atomi S'dan bitta, Pdan uchalasini ham ishtirok etkazib sp3 gibrid orbitallar hosil qiladi. 4 ta. Va ular kichkina tomonlari bilan birlashib, semiz tomonlari bilan iloji boricha qotishib, ushbu shaklni yuzaga keltirib chiqaradi. Biz bu shaklni burchakli deymiz. Mana juft elektronlari, kislorodning juft elektronlari, mana o'sha kislorodning juft elektronlari mana. Va ikkita toq elektroni. Ana ushbu ikkita toq elektroni. Ana bu kislorod atomi bo'ldi. Vodorod bilan bog'langan 3 ta kislorod atomi bo'ldi. Endi biz ham fosfat kislota molekulasini tuzilishini yozib chiqishga harakat qilamiz. Mana 3 ta kislorod atomi vodorod bilan bog'langan. Ushbu kislorod atomlari bunday shaklga ega, burchakli shaklga ega. Demak, hop 1 ana bu bitta kislorod, juft elektronlar, toq elektron. Ana bu ikkinchi kislorod. Juft elektronlar, toq elektron va uchinchi kislorod. Juft elektronlar bog'lanishda sarflanmagan va kislorodning toq elektronlari. Ana endi bu yerga fosfor atomi keladi. Mana fosfor atomi ushbu holatda birikadi. Uning tetraeder tomonlarining 3 tasi birikadi mana. Ana fosfor atomi. 4 ta toq elektroni bor. Xo'p, bu tomonga esa kislorodning sp2 gibrid orbitallangan holati keladi. Mana bu keladi. Va ana bu yerga sp2. Juft elektron, toq elektron. Demak, bu kislorod, bular kislorod. Ana kislorodning ikkinchi tomoniga esa bitta vodorod keladi. Va biz yuqorida aytib o'tganimiz kabi bu kislorod atomi sp2 gibridlangan deb aytdik. Mana yuqoridagi bitta kislorod atomi, mana ushbu kislorod atomi sp2 gibridlangan deb aytdik va shu shaklga kelgan dedik. Demak, unda bitta p orbital gibridlanmasdan qolgan. Demak, mana bu yerda bitta p orbital gibridlanmasdan turibdi. Va o'sha p orbitalni gibridlanmay qolgan p orbitalni ham biz mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Bu gibridlanmagan p orbital kislorodning. Fosfor atomida ham bitta atom mana d orbital gibridlanmasdan qolgan edi. sp3 gibridlanib, bitta d orbital gibridlanmasdan qolgan edi. O'sha d orbitalni esa ana bu yerga olib kelib qo'yamiz. D orbital. U ham gibridlanishda ishtirok etmagan. Xo'p, mana marhamat sigma bog'. Vodorodning toq elektroni, kislorodning toq elektroni sigma bog' mana. Ushbu bog'lar hosil bo'ldi. Ana bular ham sigma bog' mana. Toq elektronlar juftlashyapti. Va mana bu yerda toq elektronlar juftlashganda ham bitta sigma bog'. Va ushbu d bilan ushbu p bir-birini gibridlanmagan orbitallar bir-birini qoplaganda pi bog' hosil bo'lyapti. Ana shunday qilib mana fosfat kislota molekulasining tuzilishi kelib chiqdi. Endi savol beriladi.
fosfat kislota molekulasida nechta orbital bor? Fosfat kislota molekulasida nechta orbital bor? Uni sanab chiqish uchun 3 ta s orbital bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta 16 ta sp3 gibrid orbital bor. 1, 2, 3 3 ta sp2 gibrid orbital bor. Hamda bitta p orbital bor gibridlanmagan, bitta p orbital hamda bitta d orbitallar mavjud gibridlanmagan. Shunday qilib hammasini qo'shib oladigan bo'lsak, 16 ga 6 22, 24 ta orbital bor ekan. Xo'p, ana endi savol beradi. Ushbu 24 ta orbitalning nechtasi gibridlangan? Mana gibridlangan orbitallar, mana s orbitallar gibridlanmagan. Demak 24 tadan 3 tasi gibridlanmagan va mana bu ikkitasi ham gibridlanmagan. Bitta p, bitta d gibridlan. Demak, bu ikkita orbital bilan bu 5 ta orbital, 3 ta orbital, jami 5 ta orbital gibridlanmagan. Demak, 29 ta orbitalning 19 tasi gibridlangan. Gibrid orbital hisoblanadi. Va yana keyingi savol. Fosfat kislota molekulasida nechta orbital bog' hosil qilishda ishtirok etmagan? Mana ko'rib turibsizki, kislorodning ikkita orbitali mana bog' hosil qilmayapti. Faqat kislorodning 3-sp2 gibrid orbitali bog' hosil qilishda ishtirok etyapti, ammo ikkita orbital bog' hosil qilmayapti. Va mana bu o'rtadagi 3 ta kislorodning ham ikkitadan orbitali, bitta 2 ta, 3 ta 4 ta, 5 ta 6 ta, 7 8 ta, demak 8 ta orbital bog' hosil qilishda ishtirok etmayapti, bog' hosil qilmagan. Fosfat kislota molekulasida necha juft elektron bog'lanishda sarflanmagan? Mana bu yerda 1 juft elektron, 2 juft elektron, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ana 8 juft elektron bog'lanishda ishtirok etmagan, bog' hosil qilmagan. Ana demak ushbu fosfat kislota molekulasining tuzilishiga o'xshagan holatda boshqa molekulalarni ham gibridlanishini, ular tarkibidagi qaysi turdagi gibrid orbitallar borligini, nechtasi bog' hosil qilishda ishtirok etgan, etmaganligini, nechta gibridlangan, nechta gibridlanmagan va qaysi turdagi gibrid orbitallar borligini aniqlash mumkin. E'tibor uchun rahmat.